Sochimizni har xil kraskali yoki keratin yoki milirka qildirgan vaqtimiz juda ham quruq xashakka o'xshab qoladi. Men o'zim ham keratin qildirganman, lekin eplolmagan keratin qilishi. Sochim juda ham kuygan, rosa sochim uzun edi, kesib shu kuygan chiqsin deb shu darajada kalta qilib tashladim. Hozir bizda yangi sprey ishlab chiqarilgan. Hozirgi kunda skidkada 17 tasi bitada. Sochi quruq bo'lsa yoki masalan qizchalarimiz sochini tarashga qiynalamiz-ku, mana shu vaqtida sizga mana shu sprey yordam beradi. Ham o'sishini yordam berib, ham oziqlantirib, vitaminlar bilan to'ldirib beradi. Va именно keratin uchun shampunlarimiz bor. Salon Kari shampuni. Hozir mana shu uchalasidan foydalanyapman. Juda ham rezultati zo'r. Sochimizni har xil kraskali yoki keratin yoki milirka qildirgan vaqtimiz juda ham quruq xashakka o'xshab qoladi. Men o'zim ham keratin qildirganman, lekin eplolmagan keratin qilishi. Sochim juda ham kuygan, rosa sochim uzun edi, kesib shu kuygan chiqsin deb shu darajada kalta qilib tashladim. Hozir bizda yangi sprey ishlab chiqarilgan. Hozirgi kunda skidkada 17 tasi bitada. Sochi quruq bo'lsa yoki masalan qizchalarimiz sochini tarashga qiynalamiz-ku, mana shu vaqtida sizga mana shu sprey yordam beradi. Ham o'sishini yordam berib, ham oziqlantirib, vitaminlar bilan to'ldirib beradi. Va именно keratin uchun shampunlarimiz bor. Salon Kari shampuni. Hozir mana shu uchalasidan foydalanyapman. Juda ham rezultati zo'r.